İşten keldik endi. Oy canım ey. Dastavkadan. Bugun kayfiyat Allohga shukr zo'r bo'ldi. Endi hammaga ham ko'rsatsak bo'lmaydi. Soat 3 bo'ldi. Qorong'i 3 da keldik. Xullas, nasib bo'lsa. Dastavkada juda ko'p insonlar faqat plyusini ko'rsatadi. Men plyus emas, minusni ham ko'rsatmoqchiman. Nima qilasiz? Birinchi o'rin sog'liqdan ketasiz. Ayniqsa hozir mana shu ob-havoda. Mana oyoq kiyim qarasin. Bu 4-oyoq kiyim. Mana buni magazinda sotib oldim. Bundan ham suv o'tgani uchun magazinda mana shuni sotib oldim oxiri. Hozir bundan ham o'tgan уже. Suv o'tgan bundan ham. Hozir endi bularni olib pechga qo'yamiz. Ko'p kurir aka-ukalarimiz aytib so'rab qolardim. Dastavkani minusini ham, xarajatlarini ham ko'rsatib turishdi. Mana shunaqa minuslari bor. Ham desa, mashinada yurgan kurirlar bugun, ayniqsa bugun mashinani bir joyga qo'yib, domlar rosa kirmasdan 5-6 dom bo'lsa ham peshkum borib berib, lekin shunga yarasha koeffitsient bo'ldi. Ish yaxshi bo'ldi, yomon bo'lmadi. Allohga shukr. Mayli, har kun shunaqa bo'lsa ham deydi-ku. Yo, lekin birinchi o'rin sog'liqdan odam ajrar ekanda. Shunaqa oyoqlar shiltda bo'lib ketdi. Lekin Allohga shukr zo'r bo'ldi. Alhamdulillah. Allohning bergan kuni mayli, inshaalloh nasib bo'lsa. Xullas shunaqa gap, hammaga yaxshi kayfiyat. Xudo xolasa nasib bo'lsa, mashina ertaga tayyorlik. Polni zapravka qilganmiz, endi qolganini sal-pal уборка deydi-yu. После работы. Mana pollar suv bo'lib ketgan. Bilchillab suv yotdi, qorong'i ko'rinyapti.